Bu video dersimizde izle. Do while takrorlash operatorini ko'ramiz. O'tgan safar while operatorini ko'rgandik. Do while operatori ham while operatoriga o'xshab bir ish harakatni bir necha marta bir shartga ko'ra bajaradi. While'dan farqi kodlarimizni shartga qaramasdan oldin ishlatib, keyin shartga qaraydi. Misol uchun, shu do while'ni yozilish shakli, ya'ni formulasi desak, misol uchun do yoziladi, kod blok qavslarini ochgandan keyin sistema qavslarini ochib, u sistema qavslari ichida while kodlarimizni yozamiz, do while kodlarimizni yozib, keyin oxiriga while shart qo'yib, nuqta virgul qo'yib to'xtatamiz. While'ni kodni to'xtatamiz, tugatamiz ya'ni. Nima bo'ladi? Dasturimiz bu qatorga kelib, birinchi bo'lib shu hech qanday shartga qaramasdan shu kodni ishga tushiradi bir marta va keyin shartni tekshiradi. Shart agar true bo'lsa, borib do'dan takrorlab buni yana ishga tushiradi va kelib yana qaytadan shartga qaraydi. Agar shart yana true bo'lsa, yana boshqa borib yana bularni ishga tushiradi. Agar bu yer false bo'lsa, ya'ni to'g'ri bo'lmasa, kodni ishga tushirishni to'xtatib, pastki xatodan davom etib, kodlarni ishga tushirishga davom etadi. Ya'ni har doim while'da misol uchun shart to'g'ri bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa farqi yo'q. Hech shartdan aloqasiz shaklda kod bir marta ishga tushadi. Ya'ni kodimiz har doim ishga tushadi bir marta. Bunda while'da unaqa emas. Agar while'imiz boshida bir marta shartga to'g'ri kelmasa, shu yerda kodimiz hech ishga tushmaydi. Ammo do while'da har doim eng kam bir marta ishga tushadi kodlarni do while. Farqi shu. Buni kodlar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, misol uchun shu yerda do while kodini yozaylik. Do blok sistemalarini ochamiz. Bu yerdan blok sistemasini ochgandan keyin ochdik. Bu yerda while bo'ladi. Misol uchun while o'sha shartni yozdik. Teng emasmi? Shartimiz shu. Agar misol uchun shartimiz a bga teng emasmi deyapmiz. Teng bo'lmasa biz shuni teng bo'lsa deylik. Misol uchun agar a bga teng bo'lsa, shu kodni bir marta ishga tushir kabi yozamiz. Misol uchun nima qilsin? Ekranga nima yozsin? A shu bni ekranga chiqarsin. Misol uchun. Agar bu faqat while ichida yozganimizda kodimiz hech ishga tushmasdi. Nega? Chunki a va b bir-biriga teng emas. Lekin do while'da bir marta ishga tushadi, chunki shartni oxirida tekshirganligi uchun. Misol ishga tushirganimizda ekranga 11 sonini yozish kerak. Misol uchun ekranga 11 yozdi. Nega yozdi? Chunki qarang, shu aytyapsizlarki, misol uchun shu yerda a bga teng emas, ekranga hech yozmasligi kerak desalaring, adashasizlar. Chunki do while shunday keldi shu qatorga, do'ni ko'rdi va ichida kodni ishga tushirdi bir marta. Va ish hamma shu yerda misol uchun boshqa kodlar ham bo'lishi mumkin edi. Misol uchun shu kabi kodlar ham bo'lishi mumkin edi va bular barcha kodlarni ishga tushirgandan keyin while'ga keldi. While'ni ichiga qaradi, while'ni shartiga qaradi. A bga tengmi dedi. Bordi 6 5 ga teng emas dedi. Noto'g'ri, bu yer false dedi va kodni qaytadan shu yerga borib ishga tushirmadi. Agar misol uchun shu yerda teng emasmi deganimizda, misol uchun bu yer true bo'lar edi va kodimiz shu yerga qaytib borib, yana shu yerni ishga tushirib va sonsiz bir shaklda ishlatishga boshladi. Ishga tushishni boshladi bu ham. Misol uchun sonsiz bir shaklda ishlashga boshladi bu yerda. Nega? Chunki har doim bunimiz teng emas. Agar shu yerda misol uchun o'zgartirishimiz mumkin shart ichida. Ani bir ko'paytirib qo'y kabi yozsak, misol uchun kodimiz bir marta ishga tushadi va boshqa ishga tushmaydi. Nega? Chunki a bga teng bo'lib qoladi. Bir marta ishga tushdi, keyin ishga tushmadi. Nega? Keldi, 6 5 oldi, xotiraga yozdi. Keldi do while'dan do'ni ishga tushiryapti. Ekranga ikkovini to'plamni, ikkovini ko'paytiruvni yozdi, chiqardi. Keyin bu yerda dediki, a ga 1 qo'shib qo'yaman. Bu yerda a ni 6 ga tenglab qo'ydi. Bu yerda a teng 6 bo'ldi. Va bu yerga keldi. A bu yerda 6, b bu yerda 6. 6 6 ga teng dedi va bu yer false dedi. Ya'ni ikkovi bir-biriga false bo'ldi va o'shaning qaytib boshiga bormadi kabi ko'rishlari mumkin. Shu, ya'ni do while'dan farqi kodni shartga qaramasdan oldin bir marta ishga tushirib yuboradi. Qolgan joylari bir xil. Ishga tushishda davom etaveradi. Misol uchun buni while bilan yozmoqchi bo'lganimizda qanaqa bo'lardi? While shu yerda shartimizni berardik. Shartimiz nima? A teng emasmi bga? Teng emasmi bga shartimiz va ichida kodimizni yozardik. Kodimiz shu. Misol uchun shu yozsak va shu yerdagi ani yopib qo'yish kerak, chunki bu yerdan 6 ga teng bo'lib qoladi. Misol ishga tushirsak, bu sonsiz ishlaydi, o'shaning uchun tepadagi sonsiz bir shaklda ishlayapti. Hali bunga o'tgani yo'q kodimiz. Bu yerda nima qilamiz? Shuni teng bo'lsa, bu bir marta ishga tushadi. Nima bo'ldi? Ekranga qo'shib ikkovini to'plamini yozdi. Bu yerda a bga tengmi dedi, teng emas, false dedi va bu while'da tugatdi ishlashni va keyingi while'ga o'tdi. Bu yerda 15-xatoga keldi va shartga qaradi. Shartda dediki, a bga teng bo'lmasa, ko'rdi, a bga teng emas dedi. Tamam. O zaman bu yerda ishga tushiraman. Bu yer to'g'ri, true berdi birinchisida. True bo'ldi. Shu yer true bo'lganligi uchun bu xatoni ishga tushirdi. Keyin undan keyin buni ishga tushirdi, ekranga yozdi. Keyin shu yerda misol uchun biz a ga 1 qo'shdik va a ni 6 ga tenglab qo'ydik. 6 ga tenglaganimiz uchun shu yerda a bga tengmi dedi. 6 6 ga teng. Bu yerda biz teng emasmi degandik. Teng, ikkovi bir-biriga teng. O'shaning uchun bu yer ikkinchi qaytishda false bo'ldi va kodimiz boshqa ishga tushirilmadi. Misol uchun.
Agar biz ham shu yerga teng qo'yganimizda kodimiz hech ishga tushmas. Faqat tepadagi while, do while, pastdagi while ishlamasdi. Misol qarang, tepada shu kodimiz ishga tushdi while'imiz, ammo bu yerga ishga tushmadi hech. Chunki biz ikkovi teng bo'lsa uni ishga tushirdik. Farqi shu, do while har doim bir marta ishga tushirib oladi. While esa shart to'g'ri bo'lganda ishga tushadi.